Biznesingiz yaxshi, ammo joylashuvi yomonmi? Unda ushbu taklif aynan siz uchun. Yangi Nurafshon loyihasi. Bu Nurafshon shahri yangi shahar markazida joylashgan bo'lib, 2 yirik biznes sentr va birinchi qavatdagi tijorat binolarni taklif qiladi. Katta mijozlar oqimi, markaziy qism, yo'lning yuzi birinchi qatorda joylashgan bo'lsin deganlar uchun eng zo'r tanlov. Eng yirik brendlar bilan bir qatorda o'z biznesingizni rivojlantiring. 82 kvadrat metrdan 100 kvadrat metrgacha maydonlar. Xohlang uzoq muddatli to'lov, xohlang ko'p yillik ipoteka va 100% to'lov bilan katta chegirmalar asosida xarid qiling. Tijorat binolar soni oz qoldi. Yangi shahar markazidan yangi biznes qurish uchun biz bilan bog'laning. Ipotekaga uy qidiryapsizmi? Unda sizga ajoyib yangilikni aytib o'taman. Yangi Hayot turar joy majmuasidan 20 yilga, atigi oyiga 5 million so'mdan bir dona pasport evaziga yangi xonadon xarid qilishingiz mumkin. Tayyor xonadonlarimiz soni yetarli darajada, bemalol bizga bog'lansangiz bo'ladi. Aytgancha, agarda siz ipotekaga xonadon xarid qilmoqchi bo'lsangiz, boshlang'ich to'lov atiga 40% to'lovni amalga oshirishingiz kerak bo'ladi. Nima? Oylik 2 million 600 ming so'mdan xonadon bor deysizmi? Erect qurilish kompaniyasida Mohir Ramazon aksiyasi. Yangi Nurafshon turar joy majmuasidan 1 va 2 xonali uylarni atiga 25% boshlang'ich to'lov to'lagan holatda bir xonali uylarni 2 million 600 ming so'mdan, 2 xonali uylarni bo'lsa 4 million so'mdan oylik to'lov to'lagan holatda xarid qilishingiz mumkin. Eng asosiysi, ushbu uylarning kadastrlari tayyor va 2025-yilning mart oyida o'z egalariga topshiriladi. Aksiya 1-martdan 30-martga qadar davom etadi. Arzon narxda xonadon xarid qilishga ulguring. Biznesingiz yaxshi, ammo joylashuvi yomonmi? Unda ushbu taklif aynan siz uchun. Yangi Nurafshon loyihasi. Bu Nurafshon shahri yangi shahar markazida joylashgan bo'lib, 2 yirik biznes sentr va birinchi qavatdagi tijorat binolarni taklif qiladi. Katta mijozlar oqimi, markaziy qism, yo'lning yuzi birinchi qatorda joylashgan bo'lsin deganlar uchun eng zo'r tanlov. Eng yirik brendlar bilan bir qatorda o'z biznesingizni rivojlantiring. 82 kvadrat metrdan 100 kvadrat metrgacha maydonlar. Xohlang uzoq muddatli to'lov, xohlang ko'p yillik ipoteka va 100% to'lov bilan katta chegirmalar asosida xarid qiling. Tijorat binolar soni oz qoldi. Yangi shahar markazidan yangi biznes qurish uchun biz bilan bog'laning. Birgina pasport evaziga rasmiy ish joyisiz ham uy xarid qilishingiz mumkinligi haqida bilarmidingiz? Hozir bilib olasizlar. Toshkent viloyati markazida joylashgan Erect qurilish kompaniyasi yangi Hayot turar joy majmuasini taqdim etadi. Kadastr hujjatiga ega tayyor ta'mirlangan xonadonlar. tartibi 20 yillik
ipoteka va subsidiya asosida ham xarid qilsangiz bo'ladi. Ha, aytgancha, turar joy majmuasining yaqinida davlat maktab bog'chalari, prezident maktabi, IT park, amfiteatr hamda Tatu universiteti joylashgan. Bundan tashqari yana 3 ta universitetda qurilish ishlari ketmoqda. Xonadon xarid qilish bu shunchaki orzu emas. Bu hayotingizdagi eng muhim onlardan biridir. Nurafshon Palace bu o'z mijozlari uchun eksklyuziv qulayliklar, zamonaviy yashash sharoitini taqdim etuvchi yuqori darajadagi turar joy majmuasi. Loyihamizda aholining qulay hayotini ta'minlash uchun barcha zarur sharoitlar yaratilgan. Avtomobillar uchun keng avtoturargoh, bolalar o'yingohi, dam olish maskanlari va rivojlangan infratuzilma. Eng asosiysi, xonadonlar ta'mirlangan va kadastr hujjatlariga ega. Bugun xarid qilib, ertadan ko'chib kirish imkoniyati mavjud. Katta chegirmalar bilan yangi xonadon egasiga aylaning. Subsidiyaga uy qidirib yurganlar, Yangi hayot turar joy majmuasidan siz uchun ajoyib taklif. Nurafshon shahri markazida joylashgan komfort toifadagi kadastr hujjatiga ega bo'lgan tayyor ta'minlangan xonadonlarni Erekt qurilish kompaniyasi sizlarga taklif etadi. Ishonchli quruvchilardan sifatli uylar. Nima? Oylik 2.600.000 so'mdan xonadon bor deysizmi? Erekt qurilish kompaniyasida Mohir Ramazon aksiyasi. Yangi Nurafshon turar joy majmuasidan 1 va 2 xonali uylarni atigi 25% boshlang'ich to'lov to'lagan holatda 1 xonali uylarni 2.600.000 so'mdan, 2 xonali uylarni bo'lsa 4 million so'mdan oylik to'lov to'lagan holatda xarid qilishingiz mumkin. Eng asosiysi, ushbu uylarning kadastrlari tayyor va 2025-yilning mart oyida o'z egalariga topshiriladi. Aksiya 1-martdan 30-martga qadar davom etadi. Arzon narxda xonadon xarid qilishga ulguring. Biznesingiz yaxshi, ammo joylashuvi yomonmi? Unda ushbu taklif aynan siz uchun. Yangi Nurafshon loyihasi. Bu Nurafshon shahri yangi shahar markazida joylashgan bo'lib, 2 yirik biznes sentr va 1-qavatdagi tijorat binolarni taklif qiladi. Katta mijozlar oqimi, markaziy qism, yo'lning yuzi 1-qatorda joylashgan bo'lsin deganlar uchun eng zo'r tanlov. Eng yirik brendlar bilan bir qatorda o'z biznesingizni rivojlantiring. 82 kvadrat metrdan 100 kvadrat metrgacha maydonlar. Xohlang uzoq muddatli to'lov, xohlang ko'p yillik ipoteka va 100% to'lov bilan katta chegirmalar asosida xarid qiling. Tijorat binolar soni oz qoldi. Yangi shahar markazidan yangi biznes qurish uchun biz bilan bog'laning.
xonadon xarid qilish bu shunchaki orzu emas. Bu hayotingizdagi eng muhim onlardan biridir. Nurafshon Palace bu o'z mijozlari uchun eksklyuziv qulayliklar, zamonaviy yashash sharoitini taqdim etuvchi yuqori darajadagi turar joy majmuasi. Loyihamizda aholining qulay hayotini ta'minlash uchun barcha zarur sharoitlar yaratilgan. Avtomobillar uchun keng avtoturargoh, bolalar o'yingohi, dam olish maskanlari va rivojlangan infratuzilma. Eng asosiysi, xonadonlar ta'mirlangan va kadastr hujjatlariga ega. Bugun xarid qilib, ertadan ko'chib kirish imkoniyati mavjud. Katta chegirmalar bilan yangi xonadon egasiga aylaning.